yoshli bola sinfdosh qizini uyga olib kelib miqlayotgandi. Lekin biroz vaqt o'tib, onasi uyga ertaroq qaytib qoldi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga 14+ deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opsiyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videomiz homiysi dunyodagi birinchi raqamli va ishonchli omad kompaniyasi Mospet. Sizlarni millionerlar qatoridan joy olishingiz uchun 4 million bonus ajratib qo'ygan. Hoziroq kommentlar qismidagi omad silkasi va to'liq filmlar yozuvi yonidagi silka ustiga bosib, Telegramga o'ting. To'liq filmlar ostiga biriktirib qo'yilgan omad silkasi orqali kirib, ro'yxatdan o'tish vaqtida kinolar so'zini promokod joyiga yozing. Bonusni olib, millioner bo'lish uchun birinchi qadamni tashlang. Film boshida Lyosha ismli yosh yigit erta tongda uyqudan turadi va maktabga keladi. Dars tugaganidan keyin Lyosha va do'stlari ko'chada kacheliya o'ynab o'tirishganida 3 ta go'zal qizlar o'tib ketadi. U qizlarning yoshi yigitlardan katta edi. Shunga qaramay, Lyosha qizlardan biri Vika ismli qizga oshiq bo'lib qoladi va ularning orqasidan yura boshlaydi. Qizlar bog' ichida o'tirishganida 3 ta ko'cha bezorisi keladi va qizlarga gap otadi. Ertasi kuni yigitlar o'rtasida ko'cha jangi bo'ladi. Lyosha va do'stlari tomosha qilish uchun kelishadi. U yerda Vika va dugonasi ham bor edi. Tunda Lyosha TV tomosha qilib o'tirganida uyatsiz sahnalar ham bo'lib qoladi. Shunda Lyoshaning onasi TVni o'chirishini talab qiladi. Lyosha esa endi u katta yigit bo'lib qolgan ekanligini aytadi. Onasi esa jahl bilan o'chirish kerakligini talab qiladi va Lyosha TVni o'chiradi. Ertasi kuni Lyosha Vikaning orqasidan kuzata boshlaydi. Faqat Vikaga yetay deganida ko'cha bezorilarini ko'radi va orqasiga qaytib ketadi. Ertasi kuni Lyosha yordamga do'stini o'zi bilan olib boradi. Do'sti bezorilarni chalg'itib turganida Lyosha Vikani podyeziga kirib oladi. Lekin u Vikani ko'rganida hayajonga tushib qoladi va gapirishdan uyalib, yonidan jim o'tib ketadi. Ertasi kuni Lyosha va do'sti qizlarning o'tirishiga boradi va Vikani raqsga taklif qiladi. Qiz unga rozilik beradi va ular raqsga tusha boshlashadi. Raqs tugaganida Vikaning dugonasi Lyoshani aldab tashqariga olib chiqadi. U yerda uni ko'cha bezorilari kutib turgandi. Ular Lyoshani kaltaklashadi. Ertasi kuni Lyoshaning do'stidan Vika xat berib yuboradi. Lyosha xatni ochganida "Meni kechir, agar xohlasang telefon qilgin" deb Vika o'z nomerini yozib qoldirgandi. Buni ko'rgan Lyosha xursandchilikdan baqirib yuboradi. Shundan keyin ularning do'stligi boshlanadi. Ular har kuni ko'ngilochar ishlarni birgalikda qilishadi. Lyosha Vikani tunda o'zining mototsiklida uyiga tashlab qo'yadi. Ular Vikani uyiga yetganida ko'cha bezorilari kutib o'tirgandi. Vika va Lyosha birgalikda Vikalarning podyeziga qochib kirishadi. Shunda Vika Lyoshani quchoqlaydi va undan bo'sa oladi. Lyosha tashqariga chiqqanida uni ko'cha bezorilari ushlab oladi. O'sha vaqtda militsiya xodimlari kelib qoladi va nima bo'layotganligini so'raydi. Lyosha esa hammasi joyida ekanligini aytadi. Militsiya ketganidan so'ng bezorilar Lyoshaga ularni sotmaganligi uchun rahmat aytib qaytib ketishadi. Ertasi kuni Lyosha Vikani o'z uyiga taklif qiladi. Ular birgalikda konyak ichishadi. Bir-biridan bo'sa olib, birgalikda yaqin aloqada bo'lishadi. O'sha vaqtda yigitning onasi kelib qoladi. Yoshlar uyalgancha qizarib ketishadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi.